Nima bo'ldi? Menga kelsam telefonga SMS keldi. Nargiz biz birga bo'la olmaymiz dedi. Ha, bu men telefonim-ku. Nima qilyapsan bu yerda baring? Voy Abdulaziz uyga kelgan ekan. Telefonga SMS ketdi. Men Nargiz bilan birga bo'la olmaymiz debdi. U telefon meniki edi. Nargiz meni qizim-ku. Iya, nima his qilyapsan? Abdulaziz uyga kelgan ekan. So'zib ketdi. Keyin telefoniga SMS ketdi. Men Nargiz bilan biz baxtli bo'larmiz debdi.